Bunga o'ziga yarasha katta sabablari bor. Men butun O'zbekiston bo'yicha xalqimga qarab aytaman. Jinoyat sudi, mana jinoyat sudi sudyalari o'zidan ketib qoldi. Shavkat Miromonovich. Bu sudyalar mana men bilgan sudyalarni aytaman, men to'g'risini aytaman. Chilonzorga ham bordim. Oliy sudga chiqdim. Oliy sudga chiqqanimda ham rahbarimni misol yoqasidan olgan paytlarim ham bo'ldi. Bunga o'ziga yarasha sababi bor. Bekorga siz sudyalarni taqiq qilmaganingiz, sudyalarni chiqib selektorda gapirmaganingiz o'ziga yarasha mana sabablari kelib chiqyapti. Shavkat Miromonovich, mana men Yangiobod temasida gapirdim sizga, bozor temasida. Men to'g'risi 17 yillik tajribam bo'lsa, 17 yillik tajribam bo'lganligi sababli telefon olib sotganman. O'zim to'g'risini aytsam, birinchi guruh nogironiman-da. O'tda o'g'risi ham bor, to'g'risi ham bor. O'zingiz bilasiz, men o'sida bezorlik ham qilmaganman. Esimni taniganimdan beri bilaman, birontasi bilan bezorlik qilib janjal qilgan inson emasman-da. Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilaman. Men bu hozirgi 2025-yilda mana shu nogironlarga nisbatan taqiqlab qo'yishingizni so'rayman. Shu sudda sudyalar ko'rmasligini taqiqlashingizni so'rayman. Men nimaga unaqa deyotganim, Toshkent shahar Yashnobod tumani jinoyat sudidan xatti-harakatidan noroziman bular. Bular hech qachon sizga do'st bo'lmaydi. Bularni ishlayotgan lavozimidan chetlatishingizni so'rayman. Nimaga? Mani uchastkovoy bezorlik qildi deb olib chiqyapti. Profilaktika inspektori Akbar degan olib chiqyapti-da. Sudya sen bezorlik qilsan deyapti-da. Mani eshitmayapti. U ham bir tadbirkor bo'lmagan, ikkinchi jabr ko'ruvchi. Oddiy pattachi Umida bozor nazorati. Bular bozorda hamma yo'g'ini egallab olgan. Bular g'oddagan, bular bekorga g'oddagan salla deb so'kmaysiz. Bular hammasiga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Nimaga? Uchastkov sudga olib chiqyapti-da, sudya menga jarima qo'llayapti. Bundoq qarayapti, menda udostvereniyam bor. Davlatning nazoratida, himoyasida bo'ladigan insonman. Men sudyaga savol beraman. Sen nima uchun puli borlar bilan muomala qilyapsan-da? Oddiy nogironda puli yo'q-da, nogironman. Misol bizada endi davlat nafaqa to'laydi, o'zingiz xabaringiz bor, bilasiz. Bizga nafaqa to'laydi nima uchun? O'sha xalq to'layapti bizga nafaqa. Ular nogironligim inobatga olmadi. Jarima qo'lladi, apellyatsiyaga yozaman desam, advokatni talab qildim, advokat keldi. Advokat kelgandan keyin apellyatsiyaga yozmoqchiman.